Hop, zapis ketdi. Endi bugungi darsimizni yozib olamiz, buni o'chirib turib. Hop. Navoiy kirish modellari. Bugungi darsimiz shu, ya'ni savdoga kirish uchun biz model qidirib savdoga kirishimiz kerak. Ya'ni ikki xil savdoga kirish turi bor bizda asosiysi. Asosan risk entry bo'ladi, ya'ni risk bilan savdoga kirish. Buni agressiv desak ham bo'ladi, agressiv entry. Hop, ikkinchisi bizda confirm confirm entry, ya'ni confirmation entry to'lig'i confirm entry deb qo'yamiz qisqacha qilib. Ya'ni bizni tasdiq bilan savdoga kirish. Buni asosiy farqi bizda aggressive entry riskimiz o'rtacha aytaylik 1 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, risk revertimiz 1 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, hop, 1 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, agar confirm bilan, ya'ni tasdiq bilan kiradigan bo'lsak, ancha riskimiz xavfsizroq bo'ladi. Ya'ni 1 ga 10 gacha bo'lishi mumkin, 1 ga 10 yoki bundan ham balandroq bo'lishi mumkin. Ya'ni agressiv kirayotgan paytimiz stop loss kattaroq bo'lishi mumkin. Aytaylik 20-30 punkt bo'ladigan bo'lsa, agressiv savdoga kirish, ya'ni bizda limit bilan savdoga kiriladi. Aytaylik bizda blok bo'lsa, o'sha blokka hop, bizda analiz bo'yicha shu blokdan baraka ketadigan bo'lsa, limit joylashtiramiz va stop loss o'sha blokdan sal pastga tushirib qo'yiladi. Aytaylik 30-40 punkt buyoqqa bo'ladigan bo'lsa, take profit shunga nisbatan 1 ga 5 bo'ladigan bo'lsa, risk reward o'rtacha. Aytaylik stop loss 30 punkt bo'lsin, take profit unda 5 baravar, ya'ni 30 punkt 150 punkt bo'ladi. Unda bizda ancha kutish ham to'g'ri kelib qoladi, risk ham ancha 1 ga 5 sal xavfliroq degan. Yoki 1 ga 4 bo'lsa ham, 1 ga 3 bo'lsa ham uni farqi yo'q. Stop loss aytaylik 10 punkt bo'lsa, take profit 40 punkt. Lekin bizda blokka kelganda confirm bilan savdoga kirish bu bizga ancha qulaylik bo'ladi. U qanaqa bo'ladi? Blokimiz agar H1 time frame'dagi blok bo'ladigan bo'lsa, bizda H1 time frame'dagi blok bo'ladigan bo'lsa, tasdiq bilan savdoga kirish uchun kichikroq multi time frame'dan foydalanamiz. Ya'ni M3 yoki M1 dan foydalansanglar bo'ladi. Aytaylik M1 time frame, ya'ni eng kichkina time frame'imiz M1 dan savdoga kiradigan bo'lsak, bizda agressiv kirganimiz limit shu yerdan aktivlashib, zararga kelsa dashi bu joyda stop loss olinadi, lekin tasdiq bilan savdoga kirayotgan paytimiz blokni ichiga kelganda kichkina time frame'ni kuzatamiz. Aytaylik bu holatda qanaqa bo'ladi? Blok kattaroq bo'ladi. Bozorda o'sha kichkina time frame kuzatadigan bo'lsanglar, M1 shunaqa impuls korreksiya bilan bozor harakat qiladi. O'shandan keyin biz tasdiq kutishimiz kerak. Ya'ni o'zidan oldingi oxirgi korreksiyani bozor yetishi bilan undan keyingi korreksiyasidan biz savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni bu joyda kichkina time frame M1 da cho'ch modeli hosil bo'lishi kerak. Undan keyin cho'ch modelidan keyin orqaga korreksiya berayotgan paytda biz tortamiz. Uni cho'ch bo'lgan joyga gunbox tortadigan bo'lsak, mana minimumgacha 50% dan savdoga kiramiz. Ya'ni biz cho'ch bo'lgan joyga tortamiz, narx qaytayotgan emas. Mana bu cho'ch model hosil bo'ldi, minimum shakllandi. O'sha joyga 50% dan biz savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni bayga. Unda qanaqa bo'ladi? Shu yerdan savdoga kiradigan bo'lsak, hozir shu yerdan savdoga kiradigan bo'lsa 50% dan stop loss bizda mana bu minimumni tagida bo'ladi. Ya'ni o'sha cho'ch model hosil bo'lgan minimum, ya'ni kuchli minimum, ya'ni o'zidan oldingi maksimumga yetishga sababchi bo'lgan. Take profit mana bu H1 time frame maksimumda bo'ladi. H1 maksimum примерно shunaqa bo'ladigan bo'lsa 1 ga 20 yoki 1 ga 10 bo'lishi mumkin o'rtacha. Ya'ni bizga 1 ga 3, 1 ga 4, 1 ga 5 emas, 1 ga 10, 1 ga 15. Lekin bunaqa holatda bitta minus tarafi bor nima? Bizda stop loss olib ketib qolish ehtimoli katta. Ya'ni undan keyingi Bля, вот, кремошный новый. Onangga himoya qilish uchun nima qilding? Hech narsa. Xo'p, bunda qanaqa minus tarafi bor bizda? Immuniy bozor o'sha kichkina time frame'da razvorot model hosil qilib turib, yana qanaqa holat bo'lishi mumkin? Bozor pastga yana narxga yurib turib, blok sweep qilib, undan keyin razvorot qilib narx yurishi mumkin. Ya'ni undan keyin ham razvorot model berib, ya'ni blok sweep qilib turib, katta time frame'da sweep qilib turib, mana bu joyda bizda cho'ch model hosil qiladi. Undan keyin bizda savdoga kirishga vaziyat bo'lishi mumkin. Ehtimol mana bu holat 50% tushib yoki shu blokda o'zidan. Ya'ni cho'ch model hosil bo'lgan joyni o'zidan savdoga kirishimiz ham mumkin, sal agressivroq bo'ladi. Ya'ni cho'ch modelda o'sha ro'parasiga shu liniyani tortsanglar, ya'ni bunda resistance zona shakllanadi. Bu ICT da o'sha PBL deydi, o'sha PBL zonadan yoki mana bu gunboxda o'sha cho'ch bo'lgan joyga tortsanglar 50%. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Yoki mana shu gunbox emas, o'sha cho'ch bo'lgan joyni o'zidan minimumga qo'yib yokida 50% dan qo'yib turib stop lossni pastga qo'yib savdoga kirishimiz mumkin. Endi bu M1 time frame bo'ladigan bo'lsa, H1 ni maksimum ancha balandda bo'ladi. U degani minimum 1 ga 7, 1 ga 10 shakllanadi bozor risk level. Stop loss olib ketib qolish ehtimoli baland, lekin bir marta ushlaganingizdan keyin dashi o'sha tarafga bozor harakat qiladigan bo'lsa, undan keyingi korreksiyalardan savdoga kirishimiz mumkin. Undan keyingi korreksiyalar.
Mana hozir Azorat zonada cho'ch modeldan Gunbox tortib 50 dan kirasiz. Aha. Men ham YouTube'da ko'rdim, hali ko'rdim, xuddi shu cho'chga anaqa tortdi. Fibonacci tortib 61.8 zona bor-u. Ha, bir Mana shu xil tanlovda hammasi. Xuddi shunaqa. Xuddi Fibonacci'ni shunaqa oladi, ko'rdim. o'sha cho'ch bo'lgan joyga birini qo'yadi, 618 dan kiradi. Примерно shu 0.50 dan kirganda gapda Fibonacci'da. Shunaqa. O'shaning uchun cho'ch Bir bo'lgan xil joyga. ekan deblar. Ha, imuni mana bu zonaga qo'yib turib kirsa ham ular, lekin o'sha o'rgatilgani bo'yicha cho'ch bo'lgan zonaga yoki o'sha cho'chni o'zidan savdo kirishingiz mumkin. Bu PBL deyiladi, yorib o'tgandan keyin imuni o'sha yerda resistdan hosil qilib, bozor o'sha yerdan korreksiya olib ketishi ham mumkin. Lekin ikkinchi marta o'sha maksimumga yetishganda bizda bu birinchi maksimum bu rangini shu ko'rinadigan qilib olay. Bizda bu cho'ch model birinchi hosil bo'lgandan keyin bu joyda o'sha ikkinchisidan korreksiyadan keyin biz savdoga kiradigan bo'lsa, ya'ni ishonchli bo'ladi. Qanaqa bo'ladi? U birinchisi o'sha ikkinchisini yechgandan keyin keyingi korreksiyadan shu blokdan savdoga kiradigan bo'lsak, o'shanda stop loss blokni tagiga qo'yib turib, mana bu holatda misol uchun savdoga kirishimiz mumkin. Hozir buni rangini ham sal o'zgartirib qo'yib turamiz. Ko'p qilibmi? Ko'p bo'lmaydi. Bu H1dagi blok bo'lsa, o'sha blokka kelgandan keyin biz razворот modelini qidiramiz. Bo'ldi, hozir tushuntirib beraman likvidnessni ham. Mana bu cho'ch model hosil bo'lib turib, bozor o'shani ozgina ko'tarib, dash ketib qolishi mumkin. Unda bizning minusimiz stop loss. Aytaylik 4, 5, 6, 7, 8, 10 punkt bo'ladi maksimum. 10 punkt atrofida bitta stop loss, undan keyin yana cho'ch model bo'ldi, undan keyingisidan savdoga kiramiz. O'sha bitta olib chiqib ketadigan bo'lsak, dashi bizda minimum 50-60 punkt bor. 5 punkt stop loss bilan 50 punkt take profitga chiqadigan bo'lsak, birga on risk qo'yamiz. Shunaqa qilib savdoga kirishimiz mumkin. Bu bizda confirm, ya'ni tasdiq bilan savdoga kirish. Endi risk bilan savdoga kirish qanaqa? U bizda aytaylik trend sellda bo'ladigan bo'lsa, immuniy o'sha bozor ekstremdagi yokida aytaylik o'sha supply zona shakllangan bo'lsa, o'sha supply zonaga yetib borganda savdoga kirishimiz mumkin. Ya'ni risk entry degan o'sha blok bo'lsa, o'sha yerdan biz sellni joylashtiramiz, stop loss blokni tepasiga. O'rtacha 30-40 punkt yoki 20-25 punkt bo'ladi, take profit minimumga. Undan keyin bozorni kuzatamiz, dashi agar qaytadigan bo'lsa qaytadi. Yoki dash stop loss olib kelsa olib ketadi. O'shanga qarab turib savdoga kirishimiz mumkin. Prosta risk entry, ya'ni limit joylashtiradi, stop loss take profit qo'yiladi, prosta kutiladi, boshqa narsa ketmaydi. Lekin savdoga kirishda tasdiq bilan oladigan bo'lsa, immuniy shu mana H1dagi blok bo'ladigan bo'lsa yoki M30 va H4 farqi yo'q. M5 ga yoki M1 ga o'tib turib, mana shu blokni o'zidan kichkina time frame da savdoga kirishi kutiladi. Ya'ni impuls korreksiya bozor harakat qiladi kichik time frame da. O'sha cho'ch model bergandan keyin undan keyin korreksiyasidan savdoga kiradigan bo'lsak, narx ozgina yurib, yana ozgina qaytib turib, dashi selga ketishi mumkin. Bu holatda biz mana bu joyda cho'ch model, mana cho'ch modeldan keyin hop. Cho'ch modeldan keyin keyingi korreksiyasidan savdoga kiradigan bo'lsak, 50% dan примерно mana shu blok. 50% dan narx qaytadigan bo'lsa, shu yerdan savdoga kiriladi, stop loss maksimumda, take profit minimumda bo'ladi, pastdagi minimumda bo'ladi, ancha pastda. O'sha minimumga qo'yamiz, undan keyin bozor ozgina harakat qiladi, keyingisidan savdoga kirishimiz mumkin agar mana bu joyda ham bot beradigan bo'lsa. Hop, bu joydan ham savdoga kirishimiz mumkin, dash oqib turib narx yana shu teskari tarafga cho'ch deb o'ylashadi, bu cho'ch emas bu. Bozor industrimentni yechadi bu joy. Industrimentni yechish degani bizda maksimum bilan minimumda nima shakllanadi? Premium discount zona shakllanadi. Buni bilasizlar. Ya'ni bozor industrimentni yechdimi, kichkina time frame shu yerdan maksimumgacha tortilishi kerak. O'shandan keyin 50% tepasidan yana ishlamagan blok bo'lsa, o'sha blokdan yana dalifga qilib selga qo'shishimiz mumkin. Immuniy o'sha zonadan yana kiradigan bo'lsa, selga narx dashi undan yurib beradi. Ya'ni yana bayga razворот qilib deb turib bayga ushlash xato bu joyda. Stop loss qo'yamiz, take profit yana dash pastga. Tushunyapsizlar? Ya'ni undan keyingi holat shu pastga minimumni sindiradi. Bu joyda o'sha M15 struktura bo'z qiladi. Yana orqa korreksiya, yana xuddi shu ko'rinishda narx harakat qilish kerak. Bu confirm bilan, ya'ni har bitta korreksiyasidan keyin biz bo'z qilgandan keyin keyingi korreksiyadan industrimentni yechilishiga qarab turib savdoga kirishimiz mumkin. Bunisi tasdiq bilan savdoga kirish. Lekin buni bu tarafda ko'rganimiz risk entry, ya'ni risk bilan savdoga kirish. Riskni hisoblab turib, prямо savdoga kiraveramiz. Shu oxirgi chizganingiz QM patronga kiradimi? Unaqa Sirojni? QM patron sal boshqacharoq. QM patronini M5, M1 larda uchratsangiz sal o'xshamay qoladi. O'zi QM patron kulli H4, H1 larda yaxshi qo'shib beradi QM patron. Maksimum bilan minimumni yechadigan bo'lsa, mana shu holatda mana. QM patron maksimumdan minimumda. Endi bu ham to'g'ri, bizda SNC ga o'xshash, lekin asli QM patron bozorda boshqacha holatda uchratamiz. Ya'ni smart moneyga tushib cho'chmas. Buni ichida bizda вообще struktura boshqacha belgilanadi o'z aslida. Agar ko'radigan QM patron, Flip patron, Arrow Trade'da ko'rdim-da men. QM patron bo'ladigan bo'lsa, shu mana bu maksimumdagi, ya'ni supply zonamizdan undan narx chiqqanda o'sha yerdan savdoga kirishimiz mumkin. Yelka boshqa o'shalar. Lekin bizda SNC bunaqa emas. Bizda imbalansi, industrimentni, o'sha likvidnessni hamma narsasiga qarash kerak, to'g'riroq.
Xo'p, hozir likvidnessni tushuntirib bering debdi. Ozgina yana qaytadan tushuntirib ketaman. Ya'ni likvidness biz asosan 3-4 xil ko'rinish uchratishimiz mumkin. Ya'ni retail yo'nalishda patronlar, urumiylar, trade shunaqada uchrashimiz mumkin. Birinchisi urumiylarda qanaqa bo'ladi? Bozor imuni bitta zonadan qaytadigan bo'lsa, ya'ni urumiy shakllantiradigan bo'lsa, o'sha zonani yorib o'tgandan keyin nima qiladi retail traderlar? Shu yerda yorib o'tdi deb turib, shu yerdan bayga kiradi retesdan, to'g'rimi? Bayga kiradi, narx bayga yurish kerak, chunki urinni yorib o'tdi degan tushuncha bor ularda. Stop loss qo'yadi, 1 ga 2, 1 ga 4 bo'lishi mumkin maksimum. Undan keyin bozor orqaga sirasi qaytadi. Nimaga qaytadi? Sabab bu zonada mana bu joyda bizda likvidness shakllangan. Ya'ni bozorda order ko'p shakllangan. Imенно qaysi bir tarafga manipulyatsiya qilish kerak. Bu joyda qayta narx qaytdim, bu yerda order ko'p. O'sha orderlarni stop lossini yechish uchun bozor tepaga manipulyatsiya qilish kerak. Ya'ni tepadagi likvidnessni bozor yechgandan keyin biz bu tarafda mana bu istoriyadan biz supply zona qidiramiz yoki просто narxni o'zini kuzatib turib, razvorotni olgandan keyin dalshi selga ishlashimiz mumkin. Mana shu razvorotdan keyin bu joydan selga kirib, pastdagi likvidnesslarni ham manipulyatsiya qilishini kuzatsak bo'ladi. Endi ularda yana qanaqa holat bo'ladi? Yana pastda urinni tortishadi, bo'ldi shu zonadan yoki bayga deydi, narx yana pastga tushib ketadi, pastga tushdi bo'ldi, retestdan yana selga deyiladi, ya'ni urin yorib o'tyapti. Qaysi tarafga yorib o'tsa shu yoqqa. Selga deydi, yana narx pastdagi blokdan, ya'ni ehtimol London sessiyani agar bu Osiyo sessiya bo'ladigan bo'lsa, Osiyoni London manipulyatsiya qilib Nyu Yorkda tushadigan bo'lsa, eski Nyu York sessiya yoki London sessiyani bloki bo'ladi, endi kutib turib ishlamagan. Bitta Londonda bitta blok kutib turgan bo'ladi, endi o'sha blokdan narx dashi yana tepaga yetib qolishi mumkin. Ya'ni bizda likvidness shakllangan xuddi shunaqa urinda. Yoki yana boshqacharoq variant, patronni ham shakllanadi. Ehtimol bizda mana bu mashhur patronlar bor, triuголник degan. Shu patron yorib o'tgan tarafga savdo kiradi, to'g'rimi? Bu joyda mana aytaylik patron yorib o'tgan bo'lsa, patronni ham deb o'xshatib olmadim, chizishdi. Xo'p, mana shu joyda patron yorib o'tgan bo'lsa, o'sha nima qiladi? Ular retestdan selga kirmoqchi bo'ladi. Narx qaytganda retest bo'lgandan keyin selga kirishadi, stop loss tepaga, take profit pastga, o'sha zonaga. Narx nima qiladi? Undan keyin dashi tepaga chiqib ketib qoladi. Undan keyin bo'ldi bu patron pastdagi zonasi, ya'ni pastdagi liniyasi bizga fake breakout berdi deydi, tepaga tortib, o'sha tepaga yorib o'tgandan keyin tepaga kirmoqchi bo'ladi, retestdan narx yana pastga qarab ketib qoladi. Nimaga? Chunki pastda orderlar shakllangan, bu joyda bloklar shakllanib, order shakllangan, tepada ham xuddi shunaqa order shakllangan. Ikkovisining ham stop lossi bor. Bozor birinchi past manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, pastdan bayga kiriladi. Tepani birinchi manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, tepadan selga ushaladi. Tushunsa patronda. Ya'ni bizda orderlar shakllangan zona likvidness hisoblanadi. Yana bitta trend indeda qanaqa shakllanadi? Mana shu holatda trend shakllangan bo'lsa, o'sha trend tortishadi. Trend tortib turib, imенно shu zonaga kelganda, ya'ni bayga harakat qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Nimaga? Chunki bu yerdan reaksiyasidan qaytadi. Bayga kirmoqchi bo'ladi, narx pastga ketadi. O'sha bitta stop loss baychidan. Hop, yorib o'tgandan keyin retestdan selga kirmoqchi bo'ladi, narx bayga ketadi. Shu yerda o'zida retail traderlarni ikkita stopini yeb ketdi. Birinchisi bayni, ikkinchisi selini. Bu holatda nima qilish kerak? Bu holat bizda yana xuddi shu pastda bozorda orderlar shakllanadi, ya'ni bloklar bir-biriga ishlagan hammasi zanjir holatda. Imенно o'shalarni bozor yechish uchun pastga manipulyatsiya qiladi. Pastga manipulyatsiya qilib, baychadan stoplarini yechib turib, keyin tepaga chiqib ketadi. Endi bu zonadan selchilarning stoplarini yechib ketadi. U holatda nima qilasizlar? Endi bunaqa ideal trending bo'lmaydi. Bu bitta blok ishlagan, bu yerdaga ham ishlagan, pastda ishlamagan blok bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu likvidness yechib bo'lgandan keyin ehtimol minimum pastda bo'ladigan bo'lsa, mana swing low pastda bo'ladigan bo'lsa, bozor bu joyda industrial necha maksimum tasdiqlab beradi. Oddiy misol uchun. Mana maksimum, minimum aytaylik bu yerda bozor industrialni yechdi. Xo'p, aytaylik pastdan premium discount bor, to'g'rimi? Xo'p, bozor tushganda bizda ishlamagan ikkita blok turibdi. Bu zonada bitta blok, pastroqda bitta blok, misol uchun. Xo'p, trend liniyachilar nima qiladi? Imенно shuni yorib o'tishga, retestdan selga kiradi, pastga ketishga, to'g'rimi? Lekin sizlar unaqa qilmaysizlar, bozor trend liniyani likvidness yechgandan keyin imенно undan keyingi harakat pastdagi zonada, ya'ni premium discount обязательно maksimum minimum aniqlangandagi 50% pastdagi zonadan bayga kiriladi. Xo'p, Muhammadjon. 3-chi etaj. Ha, o'ng qo'lda 3-chi etaj. Xuddi shu holatda bozor manipulyatsiya qilgandan keyin pastdagi blokdan bayga kiriladi. Ikkita blok bo'lsa, ikkita blokdan kutiladi. Retail traderlar sellarni ham, baylarni ham stop lossini yechib ketadi. Endi narxni tepaga yurganda nima qilishadi? Yana bu joyda o'rin qidirishadi yoki bu joyda trendni mana обязательно trend tortishadi, yana maksimumlariga. Narx shu zonaga kelganda, hop,
Xo'p. Hozir tushuntirib beraman. PY zona ham. O'zi PY zona hech qanaqa nimasi yo'q, o'zi siri yo'q. Asosan order blok bilan demand supply o'sha zonalarni tozalab beradigan narsa, ya'ni PY. Ana uni qidirish. Uni ham alohida darsda tushuntirib beraman. PY zona o'zi darsi bor, ya'ni PY larni to'g'ri aniqlash. Hozir bizda shu liquidness asosan. Yana nima bo'ladi? Tepadagi zonaga kelganda liniyadan sel kiramiz deydi, to'g'rimi? Narx dash tepaga impuls bilan ketib qoladi. Nimaga? Chunki mana shu zonada ko'pchilik sel kirgan retail traderlar o'shadan stop lossini yechish uchun. O'sha tepadan o'sha shunaqa davom etaveradi, tushunyapsizlar? U trendingga urvin, hop, yana nima? Pattern. Asosan shunaqa. O'shalarni stop lossini yechish uchun bozor harakat qiladi. Bizda qaraladigan narsa nima? Manipulyatsiya qilish kerak, bozor qaysi tarafga. Yoki maksimum yechadigan bo'lsa tepadan selga, minimum yechadigan bo'lsa pastdan bayga. Tushunyapsizlar? Buni sessiyada ham tushuntirib o'tdim. Bozorda kelgan Manipulyatsiya nima? nimasi? Manipulyatsiya degani nima? manipulyatsiya o'zi nimada bor narsa, ya'ni forex bozorida bu o'sha Amerika bozoridan aytiladi. Manipulyatsiya degani bozordagi o'sha ortiqcha orderlarni yig'ishtirib olish, ya'ni bozordagi ortiqcha pul bo'ladi. Imindi o'sha orderlar shakllangan zonalarda ortiqcha pul, ya'ni o'sha liquidness qisqasi. Liquidness yechdimi o'sha manipulyatsiya jarayoni deyiladi. Bu o'zbekchaga qanaqa tarjima qilinadi? Ya'ni o'sha bozorda shakllangan orderlarni stop lossini yechish, ya'ni bozor o'shalarni stop lossini yechgandan keyin sen savdoga kirishing kerak. Ya'ni manipulyatsiya bo'lgandan keyin degan ma'noda. U zonada liquidness bor. Liquidness bor zonada manipulyatsiya kuzatishing kerak degan ma'noda. Ya'ni mana shu zonada misol uchun orderlar shakllangan bo'lsa, narx tushib kelayotgan bo'lsa, o'sha narx tepaga bitta yoradi, o'sha hamma aytadiki, bayga bo'ldi deydi. Nimaga? Chunki bu zonalarda mana orderlar shakllangan bunda. Ulangan zanjir holat orderi yorib o'tdi, o'sha ketdi bayga deydi, lekin narx pastga qarab qulab ketadi. Buning sababi o'sha liquidness yechish. Mana shu narx tepaga ko'tarildi, bo'ldi. Hozir manipulyatsiya jarayoni bo'lyapti, turib tepadan siz zona qidirasiz. Ya'ni birinchi navbatda o'sha maksimum minimum aniqlab olish kerak. Undan keyin premium diskountga qarab turib, siz 50% tepasdagi blokni qidirasiz va 50% tepasida ishlamagan blok bo'lsa, o'sha blokdan siz savdoga kirishingiz mumkin. Xohlasangiz risk entry qilib, xohlasangiz confirm bilan o'shanda biz to'g'ri manipulyatsiya jarayoniga savdoga kirgan bo'lamiz. Shu holatda. Take profit pastda yoki mana bu minimumda bo'ladi, farqi yo'q. Tushunyapsizlar? Retail traderga shunaqa qarshi bo'ladi. Xo'p, yana keyin tasdiq bilan savdoga kirishda nima bor? Bizda qanaqa bo'ladi? Agar trend bayda bo'ladigan bo'lsa, hozir boshqacharoq qilib chizaman. Xo'p, trend bayda bo'ladigan bo'lsa, Kompyuter yaxshigina qatyapti, ha? qatyapti, Yo'q, shunga menimcha. nima qilyapti? Xo'p, bu joyda mana birinchi o'rinda bizda aniqlanadi nima? Struktura. Minimum bilan maksimum aniqlagansiz, bozorda harakatni kuzatyapsiz. Aytaylik, bizda minimum maksimum bor. Bizda oxirgi korreksiya qaysi? O'sha M15 time frame bo'lsa, M15 da o'zidagi korreksiyani qidirasiz, to'g'rimi? Bozor inducementni yechgandan keyin tepada o'sha kichkina time frame ga o'tib turib, selga vaziyat qidirishingiz mumkin. U qanaqa bo'ladi? Xo'p, mana. Kichkina time frame dan aytaylik. Xo'p, bu yog'ini ham sal. M15 mana M15 struktura, ya'ni bundan oldingiz H4 va pastdagi H4 chizgani bu M15. Ya'ni bizda o'sha kichkina M1 time frame ga bu joyda inducement yechib bo'lgan, ya'ni M1 da maksimum tasdiqlangan, minimum maksimum, M1 da minimum maksimum ketyapti, to'g'rimi? Xo'p, bu holatda M15 da maksimum minimum tasdiqlandi, o'sha M15 ham inducementni yechdi. Mana bu pastdagi inducementni yechdi deydigan bo'lsak, o'sha razvorotmadi. Undan keyin kuzatasiz, inducementni bozor yechgandan keyin bu zonada mana M15 time frame, ya'ni trendga teskari tushish bu holat. Xo'p. Dash undan keyin kuzatadigan bo'lsak, bozor tepaga yana narx razvorot qiladi, ya'ni inducementni yechib tepaga chiqish boshlaydi. O'shanda M15 da maksimum minimumni aniqlab turib, yuqoridagi zonadan selga harakat qilsangiz bo'ladi. 50% yoki 50% yuqorisidagi zonalardan blok qidirasiz. Endi ikkita blok chiqadi, maksimum yoki 3 ta. Xo'p, bozorda mana bu inducementni yechgandan keyin, ya'ni trendga qarshi o'shandagi tepadan selga bitim ochadigan bo'lsangiz, dashni narx pastga yurib berishi mumkin. Bu holatda bu tarafda kuzatadigan bo'lsangiz, savdoga siz примерно qaysi zonadan kirgan bo'lasiz? Aytaylik, bu zonadan selga tushib olgan bo'lishingiz mumkin. Ehtimol mana shu zonadan selga savdoga kirgan bo'lishi mumkin. Tasdiq bilan agar kirganingizda yoki agressiv kirganingizda farqi yo'q. Xo'p, sel bitim qayergacha ushlab o'tiramiz degan savol. Sel bitim birinchi 50% bitim o'sha maksimum minimum aniqlangan 50%, ya'ni diskount zonamizgacha ushlaymiz. Dash u yog'ini kuzatamiz, ya'ni dash tushib borishi ham mumkin, to'g'rimi? Qolganini bezu bitga qilib ushlaydigan bo'lsak, keyin 50% pastdagi bloklarimizdan baga risk ko'ramiz. Ya'ni bitta blok bo'ladigan bo'lsa, pastroqda ikkita blok bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita blokdan risk qilamiz. Bozor birinchi blokda yechib turib, ikkinchi blokka yetmasdan ketib qoladigan vaziyatda nima qilamiz degan savol ham bor. Ya'ni ikkita blok bor bizda.
ikkita blokdan bittasini yechib o'tdi, ya'ni sindirib o'tdi. Danshiy stop losslarni ikkinchisiga yetmadi. Ya'ni narx qaysi holatda? Narx kelyapti, blokdan ozgina ehtimol tasdiqlab berdi, dash pastga qarab ketib qoldi. O'sha bay kirganmiz, stop loss oldi. Bozor yana ozgina yurib turib, dashi narx yuqoriga harakat bo'lib ketadi. Tushunyapsiz? Blokka yetmasdan u holatda nima qilamiz? Bu holatda siz blokka qaramaysiz, yana xuddi shunaqa tasdiq kuzatasiz. Bu joyda kuzatgan tasdiqingizni mana endi shunaqa tasdiq bo'ldi, shunaqa tasdiq past agar bo'ladigan bo'lsa, o'sha cho'chdan keyin уже yana qiladigan ishimiz gunbox, ya'ni cho'ch model hosil bo'lgan joyga tortamiz. O'sha box gunboxdan kirishimiz ham mumkin yoki ozgina kuzatib turib, undan keyingi hosil bo'ladigan, ya'ni manipulyatsiya jarayoni qanaqa bo'ladi? Cho'ch model bo'lgandan keyin ozgina ko'tarilib turib, yana ozgina selga tashlaydi. O'sha selga tashlayotganda pastdagi mana bu liquidity zonamizga yetadi, ya'ni bizda maksimum minimum tasdiqlangan bo'lsa, premium diskount tortiladi. Buni o'ziga M1 bo'lsa ham to'g'rimi? M1 da tortganimizdan keyin bizda mana shu M1 dagi pastdagi zonamizdan savdoga kirsak bo'ladi. Mana shuni o'ziga ham gunbox tortsak bo'ladi, ya'ni 50% o'ziga. Mana tushunyapsizlar? 50% o'ziga tortadigan bo'lsak, bayga savdoga kirsak bo'ladi mana shu zonadan. Stop loss minimumda. Take profit dashi yuqoridagi maksimumda bo'ladi. Tushunyapsizlar? Xuddi shu holatda bizda blokka kelmagan bo'lsa ham tasdiq kuzatish kerak. Bozorni ozgina kuzatish kerak. Immuniy blokdan yurib bermaydi bozor. Har doim ham blokka yuradigan bo'lsa, hamma milliarder bo'lib ketadi. Shu narsani tushuninglar. Bozordagi vaziyatni o'zimiz kutib olishimiz kerak. Bozor bizga tasdiqsiz savdoga kirib ketib qolishi, ya'ni tasdiq bermasdan ketib qolish ko'p bo'ladi. Immuniy o'sha tasdiq ushlab oladigan bo'lsanglar, risk ko'rish kerak. 15-20 punkt stop lossdan kechib, o'sha risk qilishga arziydigan zonalari bor. Bu zonada ham уже stop loss turib borib yoki olib borib turib dash kuzatish xato. Chunki bu blokka ham yoradigan bo'lsa, hech kim garant bermaydi qaysiga. 15 punkt stop lossmi уже bo'ldi. Undan keyingisidan ham 15 punktmi? Bu ham bo'ldi. Uchinchisidan bir qaytadigan bo'lsa 50 punkt kamida yoki 100 punkt olib chiqadigan bo'lsangiz, bu ikkita stopingiz уже qoplab ketadi. Ekranga chizmay turasiz, iloji bo'lsa iltimos. Shunaqa. Bu holatda ham shu. Bizda birinchisi agressiv kiradigan bo'lsak savdoga, agar birinchisi stop loss yechib ketib qoladigan bo'lsa, aytaylik stop o'rtacha 20 punkt bo'ladigan bo'lsa, biz savdoga maksimum 2 yoki 3% risk qildik. Aytaylik depozitdan take profit maksimum bo'ladi. Birinchisi stop, ikkinchisi уже tasdiq bilan savdoga kiradigan bo'lsa, примерно shu zonada full take profit. Undan keyin tepadan yana dashi o'sha holatda selga, ya'ni bu joyda уже industrialni yechgandan keyin yoki kichkina time frame razворотdan selga yana bizda maksimum tasdiqlangan, minimum tasdiqlangan kuzatasiz, bozor o'sha narx qulab kelaveradi. Bu joyda yana qanaqa holat bo'ladi? Shu joyda mana qanaqa bo'lishi mumkin? Narx bu joyda ozgina ko'tarilib turib, tepaga o'sha razворот qilib qo'ygandek bo'ladi, 50% pastga tushmasa. O'sha holatda bayga shoshib qo'ymaydi, narx yana dashi oqib ketib qoladi. Ya'ni bu joyda manipulyatsiya qilib turib, narxni likviditetslarni yechib turib, tashqi likviditetslarni yechib, dashi narx qulab ketib qoladi. O'shaning uchun 50% pastga tushguncha biz bemalol sel ishlashimiz mumkin. Undan keyingi holat yana o'sha blok bo'ladi, ikkita blok bo'ladigan bo'lsa, shu ikkita blokdan biz bayga savdoga kirib ko'rsak bo'ladi. O'shani birinchi blogimiz stop loss oladigan bo'lsa, ikkinchisidan biz bayga olib chiqib ketsak bo'ladi maksimumgacha. Yana yo'lda biz zarifga qilib mana bu bloklardan, reaksiyalardan, keyingi reaksiyalardan yana savdoga kirib borishimiz mumkin trendga to'g'ri holatda. Bitta tushadigan bo'lsa, o'sha selga emas. Mana bu pastda blok kutib turibdi, dashi ushashimiz mumkin, tepaga chiqib ketadi. Shu holatda trendga mos holatda yoki risk entry yoki agressiv yoki confirm bilan savdoga kirsak bo'ladi. Bunda ham shu premium diskountga e'tibor qaratish kerak ko'proq. Tushunyapsizlar? Tasdiq bilan, ya'ni selga ham tasdiq bilan savdoga olib tushsak bo'ladi, ya'ni flip entry qilib trendga qarshi. Bunda biz agressiv yoki risk entry bilan biz trendga mos holatda maksimumgacha ushlasak bo'ladi. Xo'p, endi bozordan ko'ramiz. O'chiramiz buni. Bozorda ko'radigan bo'lsak, 15 time frame ko'ramiz hozir tillarni. Mana tillarda ko'radigan bo'lsak, qanaqa holat bo'lgan? Bizda oxirgi maksimum tasdiqlangan. Bozorda harakat qanaqa bo'lyapti? Bozor impuls korreksiya, impuls korreksiyani ham shu joyda birato'la ko'rib ketamiz. Ya'ni bozor ikkita oqsham impuls, orqaga sekin korreksiya, narx ozgina yig'ildi, pastga impuls, orqaga yana ozgina korreksiya, yana impuls, yana korreksiya, korreksiyada bu joyni manipulyatsiya qildi, ya'ni sweep qildi, e'tibor qarsanglar, tanasi bilan urmayapti, shpilkasi bilan, ya'ni shpilkasi bilan urganning sababi shu sel kiradiganlar ko'pchiligini stop lossini yechib turib, dashi oqdi impuls, yana ozgina korreksiya, yana impuls, yana ozgina korreksiya, yana impuls, yana korreksiya. Mana bu joyda oxirgi korreksiyamiz bor, bozor tanasi bilan yechdi. Bu joyda sweep qilgan, manipulyatsiya qilgan, bozorni mana bu pastda minimumni ham dashi hali tanasi bilan urmagan. Tushunyapsizlar? Hali boss bo'lgani yo'q bozor. Boss bo'lmasdan oldin manipulyatsiya qildi, ya'ni industrialni yechib ketdi.
Undan keyin impuls bilan qulab bos bo'lgandan keyin bu joyda mana inducementga yechildi va bozorda nima bo'ldi? Minimum tasdiqlandi. Bozorda minimum tasdiqlangandan keyin biz yana qiladigan ishimiz premium diskount tortish maksimumdan minimumgacha. Undan keyingi harakat kichkina time frame'da biz bayga savdoga kirishimiz mumkin. Mana shu zonada ko'ramiz hozir. Hop, bizda M15 bo'lsa, kichkina time frame'da M1 dan savdoga kirishimiz mumkin. Hop, M1 da strukturasini aniqlashimiz kerak endi. M1 da struktura qanaqa? M1 dan maksimum, minimum hali aniqlanmadi. Mana bu joyda agar yetadigan bo'lsa aniqlanadi. Hop, aniqlandi minimum uji. Hop, premium discount tortamiz, trend hali ham selda. Hop, bizda selga supply zona shakllangan, ya'ni narx chiqib turib shu zonadan qulashga chiqadigan bo'lsa shu zonadan dars selga. Chunki hali trend tasdiq olmagan. Tushunasizlar? Dars yurgizish kerak. Ehtimol minimumga chiqib ketib qolishi mumkin. Hop, chiqib ketdi darsi. O'chiramiz buni. Hop, bu joyda inducementni yechib ketgan maksimum minimum darsi yana. Hop, narxda minimum tasdiqlandi. Bizda mana bu maksimum oxirgisi, ya'ni cho'ch beradi M1 da kichkina time frame'da va minimum. Ya'ni bozor shu diapazon ichida. Agar darsi bosib ketaversa, trend selda. Trend baydalgan qachon bilamiz? Maksimumga yetgandan keyin. Hop. Hop, tanasi bilan urdi, shu cho'ch model hosil bo'ldi. Hop, cho'ch model hosil bo'ldi. Bizda endi nima? Cho'ch modeldan immuniy premium diskount tortamiz. Plus biz 50% zonani belgilab olamiz. Ya'ni o'sha premium diskount cho'ch bo'lgan joyga tortadigan bo'lsak 50%. Buni o'chiramiz. Hop, bizda plus nima bor? Order blok ham shakllangan. Mana shu zonada bitta order blok. Order blok, ikkinchi order blok bu joyda o'sha mana anaqa bo'lgan, ishlab bo'lgan. Bittani pastga e'tibor qarasangiz, order blok ishlab bo'lgan. Undan keyingi order blok bilan shamni o'zi, oqshamni o'ziga e'tibor qaratdinglar. O'sha ishlab bo'lgan. Hop, bizda shu bitta order blok bor ekan. Shundan savdoga kirish uchun limit joylashtirsak bo'ladi. Buni imbalansi ham bor. Stop loss blok pastiga. Take profit. Hop. M1 da tasdiqlangancha M15 maksimumgacha. M15 maksimumdan u tepada ekancha. Mana. Ya'ni boyagi manipulyatsiya bo'lgan joygacha. Hali M15 o'zi aslida tepada, bu yergacha qo'yishim ham mumkin mana. Dash qo'yadigan bo'lsa, agar maksimumgacha 1 ga 70 bo'ldi. Stop 1 ga 70 risk beradigan bo'lsa, Sizlarga bo'lmadimi? 0.25 dash. Hop, ozgina chiqarib qo'yaylik, 1 ga 50 qilib qo'yaylik, 1 ga 70 bo'lib ketmasin. 1 ga 50 qilib qo'yamiz. Hop, dash bozorini yurgizib ko'ramiz endi. Hop. Agar maksimum uradigan bo'lsa, keyingi korreksiyadan kiramiz dash. Maksimum urdi. Bu joyda mana limitga qancha yetmadi? Pashti 1 pips yetmadi. Limitga 1 pips mana ko'rdinglar. Blokimizga 1 pips yetmadi. Bizda 50% gacha tushdimi, tushmadimi? 50% ga dash keladi. O'sha blokda edi ekan. Xo'p, undan keyin nima qilamiz agar limit ketmay qolsa? Bizda bu mana bu maksimum shakllangan edi. Maksimumni yechdi. Xo'p, undan keyin bozor minimum shakllantiradi. Ungacha tushmadi. Bozor yana dash maksimumni yechish harakatida. Agar maksimumni hozir yechadigan bo'lsa, ozgina yurib ko'ramiz. Hop, maksimumni yechdi. Endi savdoga kirish uchun bizda blok tracer. Bizda mana bu blok bor. Savdoga kirish uchun bagi. Hop, ko'chiramiz limitni. Stop loss blok pastida. Take profit dash tepada. Yurgizamiz. Limitga tushish qiyin bo'lib ketishdi. Keyingisi dash. Limit aktiv. Pastga bitta manipulyatsiya qilish ham mumkin. Mana shu holatda trend bagi o'zgardi, to'g'rimi? Lekin bu joyda hozir bitta pastga uradigan bo'lsa, bu joyda nima bo'ladi? M1 da inducement yechilib, maksimum, minimum. To'g'ri, M15 da to'g'rirog'i, M15 da o'zgaradi. Bizda M15 oxirgi maksimum adashmasam bu joyda mendek hozir o'tib ko'ramiz. M15 da tepada qolgan, lekin bu joyda yechgandan keyin pastdagi ishlamagan blokimiz kutilgan bo'ladi demoqchiman aytganim. Hozir kuzatib ko'rish kerak uni ozgina. Hop. Hop, birinchi stop loss olindi, birinchisi stop loss, ikkinchi zonamiz, ikkinchi zona aktiv, bu ikkinchi blokimiz. Shu bozor ozgina selga tashlashi ham mumkin. Hop, aytilgandek tashlayapti. Hop, bizda yana blok shakllangan. Bu zonada mana imbalansi ham bor. Hop, bizda maksimum tasdiqlandi. Maksimum minimum bo'ladigan bo'lsa, premium diskount tortamiz.
Bo'ldi. Bitta blok, ikkita blok. Bo'ldi. Shuni kutamiz ekan, dashbaga olib chiqib ketish uchun. Hop, ikkita stop loss. Uchinchini ko'chiramiz pastga. Take profit ancha tepada bilasizlar. Pastdagi ham kutib turibdi blokimiz ishlanadi. Hop, limitga limitga yetmadi, o'sha razворот qilib qo'yib ko'rdinglar, stop lossni. Stop loss urdi, bu joyda imbalans bor edi. Chap tarafda kuzatadigan bo'lsak, mana ishlamagan imbalans turibdi. Bozor imini o'sha imbalansdan razворот qilib, endi razворот qilgani qadamida o'zining oldingi maksimumni erishdi, i plus bizga tasdiqlangan maksimumni ham erishdi. O'sha dalshibaga chiqyapti, imbalansdan chiqib ketdi. Bizda limit yo'q. Hop, dalsh kuzatamiz. Mayli, maksimumni urdi. Hop, endi bizda ozgina narxga korreksiya bersa, endi shu blokdan bayaga kirishimiz mumkin. Yoki pastroqdagi blokimizdan ham mana bu zonadan ham kirishimiz mumkin. Dedik imbalans ham bor ekan, o'sha yerdan resistance zona, PBL ham bor ekan, cho'chmadi. Ko'chiramiz tepaga. Buni birinchisini shu yerda aktiv, ikkinchisini pastroqda. Stop loss ko'ryapsizlar, o'ta kichkina, hali 10 punktdan 5 punktdan bo'lmadi stop loss. 1-2 punkt atrofida. Hop, birinchisi, ikkinchisi, hop, shudan pastdagi blokka tushdi. Bo'ldi, bizda stop loss bor. Hop, nechta bo'ldi? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta stop loss. Hammasi pastki 2 punktdan 10 punkt, jami 10 punkt stop loss bor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Va bitta limit aktiv. To'rtta stop loss 2 punktdan emas, hozir 1 punktdan u yoq bu yoq. Bo'ldi, hop bo'ladi. Hop, dashi. Bizda bitta limit aktiv, sniper ushaldi. Hop, yana pastga manipulyatsiya qilyapti, yana baga ushlash kerak. Hop, bu blokdan biz yana baga savdo kirib kirmoqchimiz, risk qilmoqchimiz. Hop, bitta limit aktiv yoqib qo'yib turamiz. Yana shu yerdan savdoga kirmoqchimiz. Nima uchun bu yerdan? Bu bizda inducementni yechdi, maksimum tasdiqladi, minimum bor. Shu 50% dagi blok pastroqda yana bitta zonamiz ham bor. Agar tushadigan bo'lsa, bundan ham eskitib ko'rsak bo'ladi. Mana shu blokdan. Hop, agar tushadigan bo'lsa, tushmasa dash kuzatamiz. Hop. Tezlashtirib qo'ymasam hozir bo'lyapti. Hop, bizda ikkita limit aktiv. Hop, ozgina foydaga chiqdi. Hop, buni ham stop ketdi. Endi ikkinchi zonamizda. Shuni o'zini blok qilib oladigan bo'lsak, mitigate qo'ygan. Yo'q, pastdagini olib olamiz, shu bitta o'zini. O'chiraman buni bu joyga. Dash o'chiraman. Yaxshi buzamiz. Maksimum uradigan bo'lsa, dash trend davom etadi maksimum. Yo'q. Hop, tushdi. Tushdi. Stopini ham yechib ketdi. Hop, stopini yechib ketdi. Deylik, bitta betgan stop bor. Dash endi kuzatamiz. Agar hozir mana shu joyda narx manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, mana bu trend liniyani undan keyingi korreksiyada yana baga kiramiz. Hop, korreksiya bo'ldi. Shu blokda o'zidan biz savdoga kirishimiz mumkin. Dash narx ketib qolishligi uchun pastda ham bor. Ikkita blok bor. Hop, ikkita blokdan risk ko'ramiz. Hozirgi bu yerdagi 2-3 punkt, 4-5 punktdan qaranglar, stop loss 5 punktdan emas dash. Ne qiladigan bo'lsam 10 punkt bo'lar ekan. 5 punkt ekan stop loss 5 punkt. Bir lotdan savdoga kirsanglar ham har bittasi $50 risk. Lekin take profit qayerdaligini o'zingizlar bilasizlar. Hop, ikkita blok. Dash. $100 oldi. Hop, dash buni ham stopini yechib ketaman. Hozir bizda bu joyda pastda o'zi sweep qildi, manipulyatsiya qildi. Agar hozir mana shu maksimum uradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan narx chiqib ketadi. Nima bor bozorda? Maksimum, minimum. Bu joyda ozgina inducementni yechdik, pastda blok qoldirib ketdi imbalansi bilan. Shu blokda agar yana tushadigan bo'lsa, savdoga kirishimiz mumkin. Shu blokdan tushmaydigan bo'lsa, dash. Yana imbalansdan chiqib ketadi. Yo'q, dash imbalansdan chiqib ketdi. Bu yerdagi imbalansdan narx razворот qilib, blokka tushmasdan vaziyat bermadi, imkon bermadi. O'sha maksimum urdi. Maksimum urdi. Bizda jami 7 tamikin 5 punktdan stop loss bor, bitta limit aktiv.
qaysi bittani bilan o'lchab boramiz. To'plarni hammasi 5 punktdan. Bizda optik ushalgan shu joydagi blokimiz bor. Dalacha yo'lda dalilga qilib boraveramiz. Qaytarib uzun. Chunki trend o'sha barga o'zgargan, uni bilamiz. Hop, yo'lda dalilga qilamiz deb stop loss oldik, lekin stopimiz yechib chiqib ketib qoldi. Ko'rdinglar, 5 punkt 4 punkt atrofida stop loss qo'ydik. Hozir biz yana indus punktini yechadigan bo'lsa, nima qilamiz? Yechdi, sirasi 50% aniqlaymiz. Ya'ni bizda maksimum va minimum. Bizda minimum shu joyda. Tortamiz sirasi. Hop, ishlamagan blok qaysi? Ishlamagan bitta blok bor edi, buni nafsi sweep qildi. Ikkinchisi ishlab bo'lgan, pastda yana ishlamagan turibdi. Hop, shuni o'zidan ham kirib ko'ramiz. Mana shuni o'zidan stop loss blok pastiga ikkinchidan ham qo'yamiz. Hop, take profit u maksimumda anchagina tepada bachib o'tamiz. Hozir buni ham ko'taramiz. Hop, endi yuzib ko'rish kerak. Hop, birinchisi stop, ikkinchisi aktiv. Hop, okey. Birinchi stop o'chiramiz. Hop, bizda maksimum bo'lishi kerak, kuchsiz maksimum, tepadagi maksimum bo'lishi kerak hozir. Hozirgi kuzatish kerak. Nima bo'lyapti? Ko'rdinglar, kompyuter nima bo'lganini. Menda nazarga to'g'risi qotib qoldi. Bizda bitta stop loss, orqasidan bitta bitim aktiv bo'ldi bu joyda. Hop, bu ham aktiv. Bizda ikkita aktiv bitim bor. Yo'lda dalilga qilyapmiz. Bu maksimumda take profit turibdi mana bu. Maksimumda take profit turibdi. Ikkita bitim aktiv bizda. Ikkosini ham stop loss o'sha 5 punktdan qo'ygan. Ikkita bitim aktiv, ikkosi ham foydada. Hop, struktura bo'yicha ketyapmiz biz hozircha. Hop, bizda yana nima bo'ldi bu joyda? Maksimum, oxirgi minimum. Ozgina tushadigan pastdan bag ushlaymiz.